Xo'p, qaranglar, mashinani o't oldirish uchun kalitni ochish kerak. 1 2 3 mana. Mashina shunaqa siltab o'tsa, demak, skorostda bo'ladi. Skorostga qarab qo'yish kerak. Buni xalastoy, ya'ni bo'sh holatga keltirib turib, keyin kalitni qo'shasizlar mana. O'tamasa kalitni qo'shib gaz bosib olasizlar mana. Mana. Oyoq tagida 3 ta pedal bor. Mana bu nufta, skorostga urish uchun, mana bu tormoz, mana bu gaz mana. Endi qaranglar, mashina yurish uchun nima qilish kerak? Nuftani bosib, skorostni chap tomonga tortib birga urasizlar mana. Mana bu yerda skorosti raqamlari bor va mana bu yerda ruchnoy bor mana. Agar bu ruchnoy tormoz tortilgan bo'lsa, buni joyiga tushirib qo'yasizlar pastga, keyin chapga, oldiga birga urganingizdan keyin sekin oyoqni nuftadan olib gaz bosishingiz kerak bo'ladi. Agar tez olsangiz, ana, mashina o'chib qoladi. Shuning uchun, ya'ni xalastoy qilib turib gazni bosib o'tatdim. Endi nuftani bosib birga urib, sekin oyoqni olib gazni o'ynatib bosish kerak mana. Qaranglar, mashina mana yurdi, xudo xolasa. Endi oyoqni olsam bo'laveradi. Endi 2 ga urishim kerak. Ovozi baland bo'lib ketdi. 2 ga urish uchun nuftani bosib, hop, skorostni orqaga tortib, mana 2 ga. 2 ga tushgandan keyin yana oyog'imni sekin olib gazni bosaman mana. Ketyapmiz. Endi 3 ga urish kerak. Mana bu nuftani bosib turib, xalastoy qilaman-da, shundoq tepaga itarsam, bu 3 ga tushadi mana. Keyin yana gazni bosib yuboraman. Xo'p, orqaga yurish uchun nima qilish kerak? Qaranglar, nuftani bosib, skorostni o'ng tomonga tortib turib, orqaga tortasizlar mana. Zadniga tushgandan keyin ozgina nuftadan sekin oyoqni olsalaring, gaz bosasizlar mana. O'sha orqaga yurishni boshladi. Bakovoylarga qarab haydashni o'rganib olsanglar juda yaxshi o'zlaring uchun. Yana haydash juda oson. Skorostga urishda, tormoz bosishda va gaz bosishda bilib olsangiz bo'ldi.